kimni chaqalog'i ko'p yig'laydigan bo'lsa, tez qandaydir kasalliklarga chalinib qolayotgan bo'lsa, sutini, emgan sutini hazm qila olmasdan qusib yuboradigan bo'lsa, ichi qotib qoladigan bo'lsa, allergik kasallikka chalingan bo'lsa, injiq bo'lsa, mana shu chaqaloqlarni qanday qilib sog'aytirish kerak? Bu sizga qiziq bo'lsa, videoni diqqat bilan eshiting. Biz chaqaloqlarni sog'aytirishimiz uchun avvalambor u nima uchun kasal bo'lib qolyapti degan savolga javob berishimiz kerak. Chaqaloqlar hali bu hayotda borligini, yo'qligini o'zi bilmaydi, chunki ular hali o'ylashni ham bilmaydi. Ana o'sha chaqaloqlar nima uchun kasal bo'lib qoladi? Ularning ichida stress yo'q-ku. Ular hali hech narsani bilmaydi-ku, uni hali hech kim xafa qilmayapti-ku. Nima uchun kasal bo'ladi degan savolga men shunday javob beraman. Tug'ilgan chaqaloq 8, 9, 1 oygacha uni butun organizmi, shu jumladan markaziy nerv sistemasi, periferik nerv sistemasi bari shakllanib hayotga moslashayotgan davr. Mana shu paytda agar uni onasi, ya'ni emizadigan onasi o'zidan xolesterin chiqarib tursa, xolesterinni onasi qachon chiqaradi? Qachon shu emizadigan ona jahldor bo'lsa, tez asabiylashayotgan bo'lsa, biron narsadan regularni, surunkali qo'rqib yashayotgan bo'lsa, kimdir uni surunkali xafa qiladigan bo'lsa, shu ichida nimadir g'azabi bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa ayollar mana shu holatlarga tushganda, ya'ni jahl qilganda, asabiylashganda, g'azabi qo'zg'agan paytda uni qonini tarkibiga xolesterin chiqadi. U xolesterin yaxshi modda emasligini siz ham bilasiz, eshitgansiz. Mana shu xolesterin sut orqali chaqaloqqa o'tadi. Chaqaloq sut bilan birgalikda onaning xolesterinini so'rib oladi. Mana shu xolesterin bolani organizmiga tushgandan keyin o'sha murg'akkina, agar 3,5 kilo bo'lsa, to bir 10 kilo, 3,5 kilo tug'ilgan bo'lsa, 10 kilogacha bo'lgan chaqaloqlarni aytyapman-da sizga. Mana shu murg'akkina 10 kiloga yetmagan, og'irligi 10 kiloga yetmagan bolani organizmi o'sha onani xolesterinini hazm qilib, qonning ichida o'sha xolesterinni parchalab yo'qotish kerak-da. O'sha achchiq zahar moddani chaqaloqning organizmi bartaraf qilib yo'q qilib yuborguncha qancha energiyasini yo'qotadi. Ana shu energiyasini yo'qotganda chaqaloq kuchsizlanadi. Chaqaloqning organizmi, ya'ni immuniteti pasayib qoladi. Shu bilan birgalikda markaziy nerv sistema ham kuchsizlanadi. Miya kuchsizlanganda miyada og'riq bo'ladi. Bosh og'riydi. Ana o'shanaqa bolalar ko'pincha injiq bo'ladi, yig'loq bo'ladi, uxlamaydi. Ularning ota-onalari deb kechasi bilan yostiqni ustiga qo'yibmi, bechora bolani chaqib orom oldirishadi. O'sha chaqaloq orom olgan paytda ozmuncha ozroqgina uxlagandek bo'ladi-da, yana sekin endi uxlab qoldi shekilli deb joyiga yotqizib qo'yishsa, ana bola darrov yana yig'lab uyg'onib ketaveradi. Ana o'sha bola ota-onaga onamni xolesterinini parchalash uchun meni miyamni quvvati tushib ketdi. Shuning uchun boshim og'riyapti. Menga bosh og'riq dori beringlar deb ayta olmaydi. Yig'lashdan boshqa narsaga u yaramaydi. Ana o'sha bolalar miyasini quvvati tushib ketgandan keyin yig'loqi bolalar keyin onasini emganda hatto o'sha ona sutini ham hazm qila olmasdan qusib tashlaydigan bo'ladi. Mana shu bolalar organizmi kuchsizligidan salga fortchika ochiq tursa ham shamollayotgan bo'lib qoladi. Mana shu bolalar ich qotadigan bo'lib qoladi. Ichakdan o'sha ichakning ichidagi mahsulotni tarib chiqarib yubora olmaydi. Mana shu bolalar qandaydir allergik kasalliklarga chalinib qoladi. Xo'sh, endi bu bolalarni sog'aytirishimiz uchun siz o'zi tushunyapsiz, uni onasini xolesterin chiqarmayotgan qilishimiz kerak. Uni onasini dunyoqarashini o'zgartirishimiz kerak. Uni onasini xarakterini o'zgartirishimiz kerak. Shunda u hamma narsani o'ziga olmasdan, o'zini o'zgartirib, dunyoqarashini o'zgartirib, u
badjahlligini yo'qotsa, u o'sha muhitni o'zgartirib, atrofdagilar buni xafa qilmaydigan bir imkoniyatni hosil qilsa, ichidagi negativ deymiz biz psixologiyada. O'sha onani ichidagi negativ yo'qolmaguncha u hali seri chiqarishda davom etaveradi. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? Biz psixologlar ana o'sha onalarning ichki dunyoqarashini o'zgartirib, qanday jarayonlarda nima qilish kerak? Ana o'shalarni biz o'rgatganimizdan keyin, ular hali serini chiqarmaydigan bo'lgandan keyin, undan keyin bolalariga sut orqali hali seri o'tmaydi, bolalari tez orada sog'ayishib, mazza qilib uxlab, do'mboqona bo'lib semirib, shomallamasdan sog'lom yashaydigan bo'ladi. Uning uchun mana shu onalar bizga psixologga kelish kerak. Hozir ikki og'iz gap bilan ularni mana shu ona 20 yosh bo'ladigan bo'lsa, 20 yillik dunyo qarashi shakllangan dunyo qarashini biz 20 minutda o'zgartirib, boshqacha ayolga aylantirib qo'ya olmaymiz. Ular kurslarimizga qatnashishi kerak. Ana o'shanda kursimizga qatnashsa, ichidagi xolesterinni miqdori ozayib ketsa yoki yo'qolsa, ana o'shandagina uni bolasi sog'lom bo'ladi. Bo'lmasa murg'akkina bola onaning sharofatidan kasalmand bo'lib o'sib qolishi mumkin. Bir umrga kerak bo'lsa, kasalmand bo'lib qolishi mumkin. Biz bilamiz, ana shu onalar kasalligi oqibatida bolalar kasalmand bo'lib revmatizmga chalingan, onalar kasalligi oqibatida bolalar rahit kasalligiga chalingan, onalar ichki dunyosi yomonligi oqibatida ular parok serca, врожденный parok serca deydi yoki bo'lmasa приобретенный parok serca, mana shunaqa kasalliklarga chalinib bir umr boshi kasaldan chiqmay bo'lib qolishi mumkin. Marhamat, bu videoni o'zingiz bilasiz, kimga tashib qo'yishingiz mumkin, kimga ko'chirib olib ko'rsatishingiz mumkin. U o'zini to'g'rilab olish kerak, shunda bolasi sog'lom bo'ladi.